Apa! 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 Apa ne bo'ldingiz? Apa ko'zingizni chiqar. Men seni shirkatga kelma deb necha qitim desam yana keldingmi? Mushu bir vaqt tomoq uchun yuzim tushib ketsa onni qo'sha olamsan? Qizim, bu Apa, nima qilyapsan? Qo'zg'on ochmang desang bo'ladi-ku. Men seni boqamig'idek edimmi? Voy canım balam. Men qara, sen quvvat yetishmay qolmasin deb o'z qo'lim bilan tomoq yetyapman. To'g'ri, sening hech qanday narsang kam emas. Lekin u sirti yegan tomoqlarning ma'yatgan tomoqchilik quvvati bormi-de? Shundaqdimi kun bo'yi qozon bishidan kelanmay yursang, mening sana ichim og'riydi ekan. Uni ustiga boshqalar ko'rsa, direktor puli bor turib, sirtdan tomoq yeyishga chidamaydi ekan deb qolmamdi. Canım balam, haq neyim destavəsin. Mening barimda mening tomoqlarimga tuyunib ol. Menga yaxshi kutinib ol. Ha? Sal saqlab tur, ha balam, bir şey dedi. Qandaq degan gap bu? Qaytib ket bo'ldi. Yemayman men. ey qizim, Tag'a, siz Rayhon Ko'janning dadisimi? shundoq. Ha? U ko'janlikka o'stirildimi? Shundaq tag'a. Uning xizmati aldirash, ba'zi tomoq yeyishga vaqti chiqmaydi. Aklang, Ha, tomoqni isitib olsam, keyin yesim bo'ladi. rahmat sizga, rahmat. Oye, apa, qirg'ini aytgan tomoqingga. Sening qo'lingda mushu tuxumsay bilan mifan yetishdan boshqa tomoq yetish kelmamda. Ajab zerikdim. Canım balam, tuxumsa yesang-chi menga quvvat bo'ldi. İşten charchab kelgan vaqtingda tuxumsa yesang, quvvat bo'ladi balam. Tomoq assang, sen a xizmatchilarimning ota-onasidek tugur, cho'jir degandek tomoqlarni assang bo'lmamda. Kunda mifan bilan tuxumsay yeb shundami zerikdim. Canım balam, bo'lmasa men shu sen degan tomoqni yetib chiqay, ha? Birdan o'tirib tura balam. Apa, men qaytib keldim. Apa! 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 Apa ne bo'ldingiz? Apa ko'zingizni chiqar. Apa! Kızım, bu xatni ko'rgan vaqtingda men allaqachon ko'z yumgan bo'laman. Desam demasam, shig'layotsan deyman. Bo'ldi, endi shig'lama bo'lam. Chunki tug'ilish bilan o'lish har qanday insonning peshonasiga muqarrarlik. Mendan keyin yaxshi yasha. Özünü kütüşünü ügen. Her az. Bugün tonlat koydu toşkuzup koydum bulam. Sen amrak tügür koydun. Her günü işten gelip vakti de yiyişini unutmağım bala. Bana şun haber Rayhon, üstülimning ustidagi narsani shirkatning oldiga olmay chiqib bering. Direktor, bu dadamning qo'lidagi tomoq qatsig'i. Rayhon, men sizga shuncha vola ko'p xizmat o'rinlashtirdimmi? Dadangizga hamroh bo'lg'idek vaqt chiqmasiga mayli. Biroq dadangiz akib bergan tomoqni yegidekmi vaqtingiz chiqmadimi? Shu men bol kiysammi, jiqroq ishlab jiqroq pul topay degandim. Uning ustiga dadam boshqalarning dadasiga o'xshash, rak qo'rimisi, pisa qotimiz degandeklarni akamay, nadik tugura kelib odamni zeriktirib o'tadi ekan. Bo'ldi. Gapingizni yig'ishtirib, berib dadangizga hamroh bo'ling. Qarasam uning chochlariga oq kirib, ko'zlari qizirib ketibdi. U bolalarining o'ziga hamroh bo'lishiga muhtoj ekan. Qo'lingizdagi tibbiy in'omning oliy dinar yurishligini dadangizga og'ash bering. Jigar masalalariga qarata oziqlik o'rnida iste'mol qilsa bo'ladi ekan. Rahmat direktor. Biroq xizmatimni Mushuning o'zi xizmatda. Ajaba sizning nazaringizda ota-onangizning xizmatini qilib olishdimi katta xizmat bormi? Bu tomoqni sizning o'rningizda men yeyatay. ma'qul. Farzandimda zor o'tgan ona tanholig'ing
sana yar yüle